Xitoyga dam bergan o'zbeklar, do'stlar, Xitoylar haqiqatan ham damini olsin, do'stlar. Ya'ni o'zbeklar shunaqa rivojlanib ketyaptiki, Xitoylar flechkasi buzilib ketyapti. Nima uchun deydigan bo'lsangiz, do'stlar, o'zbek bo'lsangiz, O'zbekistonlik yoki Qirg'iziston, Tojikistonlik bo'lsangiz, sizdan bitta like va malades o'zbegim degan kommentariy yozib qo'ying. Agar haqiqiy o'zbek bo'lsangiz, like bepul, kommentdan bepul. Nima uchun deyapkan, qaranglar. Mana Xitoydagi do'stlar, Xitoydan olib keldik, do'stlar. Buni $1300, bag'i 1,5 metrlik, 1,20 metrligi, ko'rasizlar, pasti ham baland, ya'ni 5 sm, 2 metrligini. Biz nima qildik? O'zbeklar aqlli-yu bari, to'g'rimi? Xitoyga dam berdi, do'stlar. $1,600 xuddi shuni 1,80, 2,5 do'stlar, eni kattaroq. Eni 65 sm. Qiziq tomoni bu xolodilnikimiz do'stlar minusavoy, ya'ni qassob akalarimiz, voy, to'rtchi akalarimiz maza qiladi. Nima uchun deysizki, mana qaranglar. Operator men mashdan kiroya do'stlar, qassobchi akalarimiz. Xitoylarda bunaqa yo'q, lekin o'zbeklar moslashdi. Do'stlar, qaranglar, nerjaveykadan mana bemalol menga, mana 115 kiloni meni ko'taryapti, do'stlar. 115 kiloni ko'taradigan truba qo'yib qo'yishdi. Bu g'irt o'zbekskiy variant. O'shuning uchun o'zbek malades deb like qo'yib qo'yinglar. Nima uchun bu narsa qo'yildi, do'stlar? Xitoydagina lyuks kopiya varianti kerak bo'lsa, bitta narsa, motori omali bari Xitoydagi qoldi. To'g'risini aytib beray, uni ham xudo xolasa olib Elon Musk damini berib yuborganda yasab olamiz. Qolgan hamma yo'q o'zimizniki. Xolodilnikimiz bo'yi 2,5, eni 70, bag'i 1,80 do'stlar. Bemalol 500 kilo 1 tonna go'sht ilib qo'ysa ham bo'ladi. Yo'q, men 4 pishiruvchiman, 4 xonaga qilaman deydigan bo'lsangiz, do'stlar, mana polkali variantlar bor. Endi bular minusavoy ba'zi do'stlar. Bundan ham sima qilyapti. Minusavoy mana do'stlar. Bular minusavoy. Mana polka. Bemalol 4 pishiriq, tovuq go'shtlari, marinovkalarda -10 gacha bemalol sotsalar ham bo'ladi, xulosa. Do'stlar, o'zimizning mahsulot $1,600. Xitoydagi kichkinasini asha bir dona baholamiz, do'stlar. Xitoydagi nimalar bor? Ko'piga olib kelganmiz. Ulgib olsam, ulgib ollang. Buni $1,300 ga berib yuboramiz. $300 qo'shib kattaroq olganlar yaxshi. Yo, men kichkina qassobman. Meni qassobxonaga to'g'ri kelatsin, mashina o'zini berib yuboramiz, do'stlar. Bir xil ishlashi hamma yo'q, lyuks ko'pi bir xil. Aytmoqchi. Qanday qilib muzlatadi deydigan akalarimizga operatorni yaqinroq ko'rsatib qo'yamiz. Ya'ni muzlatishi devor orqali, sizga 100% nerjaveyka qilingan. Ichkariga mana polkalarga ham joylab qo'yib qo'ygan, olib tashlasangiz ham bo'ladi. Keyinchalik polka qilaman, siz unga ham ishlatsangiz bo'ladi. Xudo xolasa, menga ham trubali bo'lsin, ham polkali bo'lsin deydigan bo'lsa $100 qo'shilib qoladi. Unisi ham, bunisi ham. Men tavsiyam o'sha $1,700 bo'lib qoladi. Ham trubali, ham polkali. Masalan, go'sht ilib, bag'ga go'sht ilib qo'ysangiz, bu tomoniga polka qilib, haligi marinovka qilingan shashlik nimalarni qo'yib qo'ysa ham bo'laveradi. Mana nimasi muzlatishi stenka orqali, devor orqali polni muzlatadi. Bizda xolodilniklar endi minusavoyda obzor qilyapman, do'stlar. Plusavoylarimiz ham bor, vitrinalarimiz bor, do'stlar. Har xil mana oshxona, restoran, kafelarga mana bundaqalar bor. Ya'ni plusavoyda pastroqni ushlab turadigan xolodilnikimiz, assortimentimiz ko'p, do'stlar. Hozircha mana shuni narxi esimda bo'lgani uchun aytayapman. $1,600 yo trubaligi, yo polkaligi bilan qo'shiladigan bo'lsa $1,700 bo'lib qoladi. Xitoydagi xudo xolasa $1,300. Pastda raqamni, ekran raqamini qoldirdim, aloqaga chiqaverasizlar.